Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Buxoroda 5 kilogramm simobni sotmoqchi bo'lganlar ushlandi. Bugun shu haqda batafsil. 5 kilogramm simobni 240 ming dollarga sotmoqchi bo'lganlar ushlandi. Buxoroda zaharli moddani noqonuniy savdoga chiqargan shaxslar qo'lga olindi. Buxoro viloyatida yirik miqdordagi simobni sotmoqchi bo'lgan 2 nafar shaxs huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ushlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, G'ijduvon tumanidagi kafelardan birida muqaddam sudlangan 1983-yilda tug'ilgan shaxs yarim kilogramm simobni 15 ming dollarga sotmoqchi bo'lgan. U kelishilgan puldan 4 ming dollarini olayotgan vaqtda qo'lga olingan. Shuningdek, o'tkazilgan yana bir tezkor tadbir davomida tumanning Zarangar qishlog'ida yashovchi 1961-yilda tug'ilgan shaxs o'z hovlisida asalari qutilari ichida 5 kilogramm simob saqlab kelayotgani aniqlangan. U moddani har kilogrammini 40 ming dollardan jami 240 ming dollarga sotishni rejalashtirgan. Tadbir davomida 5 kilogramm simob ashyoviy dalil sifatida olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Manba: darakchi.uz sayti.